Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizni kirib kelgan ulug' ayyom Ramazon hayiti bilan samimiy muborakbod etamiz. Allohim tutgan ro'zangiz, qilgan ibodatlaringizni dargohida qabul qilsin. Ramazonning eng ulug' savoblaridan bahramand qilsin. Oilalarimizdan tinchlik, dasturxonimizdan baraka arimasin. Ro'zada bo'lgan parhezingiz sizni yil davomida tark etmasin. Bu dunyodan o'tganlarni Xudoyim joylarini jannatdan qilsin. Qabr va jahannam azobidan o'zi asrasin. Musofirda yurganlarni orzulari hal bo'lib, vataniga sog'-omon qaytsinlar. Ularni nomard insonlardan, tuhmatlardan va falokatlardan Allohni o'zi asrasin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Dasturxonimizga va dehqonchiliklarimizga Alloh baraka ato qilsin. Kasallarga Xudoyim shifo bersin. Yana keyingi Ramazonga Alloh barchamizni sog' salomat yetkazsin. Amin. Tortiq bo'lsin sizga duo salomlar. Duoda eng go'zal shirin kalomlar. Iloho uyingiz nurlarga to'lsin. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin.